Anime ixlosmandlari uchun yangi kanal o'z faoliyatini boshladi. Animajor sifatli va tekin animelar faqatgina bizda. Animajor yangi rus fanda. Bu sensan.世界の永久で今回と真っ赤になったザイラメイクで正の聴衆へ戦闘用編集でコンタクトふっかになったメイ震わせ戻れないだって戻れないだって終わりは闇あがいてないで最低だその命の痩せだから心この好みを裂いて痛みすらないで咲いてその心子の心地を張って咲いて灯火さえからせやすさ泥まみれの世界は救済もないやないや行き止まりだらけの支援振りかざせSalom, janob samuray. Sen kimsan? Uzr so'rayman. Mening ismim Yoyanosoy. Ismingizni bilsam bo'ladimi? Meni ismim Kurima Raizo. Satsuma Dimyosiga xizmat qilaman. Senga nima kerak? Men bu yerda turli xil xizmatlarni odamlarga taqdim etaman. Xizmatlar? Ha. Barcha savdo-sotiq ustalari sizning xizmatingizda. Qisqa qilib aytganda, biz puli to'langan barcha ishlarni qilamiz. Tushunarli. Xo'sh, mendan nima xohlaysan? Odamlarning aytishicha, bir necha kundan beri g'alati samuray ko'prik ostida aylanib yuribdi ekan. Musashiba Bankai kabi. Mahalliy aholi buni noto'g'ri tushunyapti va mendan ko'rishimni so'rashdi.
Nega endi o'z ismini aytishdan qo'rqmaydigan odam tunni mehmonxonada emas, balki ko'chalarda o'tkazyapti? Menimcha, siz biror narsani yashirayotganga o'xshaysiz. Men bir kishini o'ldirdim. O, juda ham xavfli harakat. Hayron emasmisan? Yo'q, menda yana savol tug'ilib qoldi. Jinoyatchi uchun bu yerda yashirinib yotish juda xavfli. Nega endi bu yerdasiz? Menga buyruq berildi, unga itoat qilishim kerak. Klanga xavf soladigan xoinlarni yo'q qilish meni vazifam. Va bu yerda yana bir sir tug'ildi. Agar sizning ishingiz qonuniy bo'lsa, nega endi ko'prik ostida yashirinib yotibsiz? Nega g'urur bilan boshingizni ko'tarib uyga qaytmaysiz? O'ldirgan odamim men bilgan odam edi. Men uchun juda ham muhim bo'lgan odam. Menda boshqa tanlov yo'q edi. Yaqinlarini ko'ziga qarashga jur'at eta olmayman. Men tushunaman. Shunday qilib siz to'g'ri ish qilgan bo'lsangiz ham qaytib bora olmaysiz. Barcha samuraylar hayoti shunday bo'lsa kerak-a? Va shunga qaramay, agar siz bu yerda yashirinsangiz, hech narsa o'zgarmaydi. Balki bu to'g'ridir. Bilasanmi? Sen bilan gaplashib, o'zimdan xafa bo'lish naqadar ahmoqlik ekanligini anglab yetdim. Bu mening mas'uliyatimga kiradi. Maslahat uchun rahmat. Ehtiyot bo'ling, janob samuray. Endi sen odamlarga Benkeyni mag'lub etganingni aytishing mumkin. Salom, janob Kurima. Meni kutib olishyaptimi? Men buni janob Matsumidan kutmagandim. Aytishim kerakki, sen juda ham ajoyib ish qilding. O'z qaynotangning barcha xizmatkorlarini yolg'iz o'ldirish bu qanchalik qiyin-a? U menga kim bo'lishidan qat'iy nazar. U bizga xiyonat qildi, shuning uchun menda boshqa chora yo'q edi. Haqiqiy sadoqatning timsoli. Janob Matsumine juda ham xursand bo'ladi. Va endi, janob Kurima, siz oxirgi burchingizni bajarishingiz kerak. Nima? Nima, sen hali ham tushunmadingmi? Aytishim kerakki, sen rostdan ham juda ahmoq ekansan. Bu janglar davrida sendan boshqa hech qanday foyda narsa yo'q edi. Nega bunday qilyapsiz? Keyingi hayotingda janob Hiratadan so'raysan. U senga hamma narsani aytib beradi. Buning uchun sakrang. Agar o'lishni istamasangiz, indamay sakrang. Aqldan ozganmi? Xavotir olmang, u bu yerda tirik qolmaydi. Bu haqida janob Matsumiga xabar beramiz. Avval biroz dovdirash kerak edi. Agar o'lsang, bu mendan emas.
Sizlar meni qutqardingizmi? Axir men senga oldin aytgandim. Biz barcha ishlarni qilamiz. Garchi men odatda rasmlar bilan pul topsam ham, lekin ko'rib turganingdek. Sen o'zi kimsan va qanday odamsan? Bunday ishda sen Nagasaki yer osti dunyosi haqida ko'p narsani bilib olishing mumkin. Sen bilgandan ancha ko'proq. Birinchidan, Satsuma klanidan kimdir bo'lgani bu yolg'on ma'lumot emas, bu rost. Va yashirincha iPhone olgani ham haqiqat. Janob Hirata Genshin bu yerdagi jinoyatni ochib bermoqchi edi va Nagasakida tergov olib bordi. Yolg'on senga aytilgandan farq qiladi. Va bu narsalar shuni ko'rsatadiki, senga Hirata Dononi o'ldirishni buyurgan odam iPhone bitimining asoschisidir. Satsumaning bosh xazinachisi Matsumining Zanashine. Janob Hirata kerakli dalillarni qo'lga kiritib, deyarli ishni ochish arafasida bo'lganga o'xshaydi. U qanchalik g'azablanganini tasavvur qila olaman. Nega meni qutqarding? Agar vafot etganingda yaxshi bo'lardi deb o'ylaysanmi? Meni ahmoqdek aldashdi va o'z yaqinimni o'ldirdim. Qanday qilib bu sharmandalik bilan yashash mumkin? Aytmoqchisanki, Matsumine suvdan quruq chiqsin, to'g'rimi? Buni senga umuman qizig'i yo'qmi? U hozir tayyor. Bu jarohatlar bilan ko'p narsa qila olmaysan. Bilasanmi, janob Hirata, o'limidan oldin bizga pul to'lagandi. Shu bo'layotgan ishlarni oxiriga yetkazib qo'yishimiz uchun. Va agar u vafot etsa, biz uning ishini oxiriga yetkazib qo'yishimizni istagan edi. Matsumini Jonoshining yashash joyi Satsuma klanining ko'zga tashlanmaydigan joyida. Bizga yo'lboshchi kerak. Bu ishni va bu joylarni yaxshi biladigan odamning yordami kerak bo'ladi bizga. Qisqa qilib aytganda, sendan yordam so'rasam bo'ladimi? Kurima Raizo. Qasoskor. Telegramdagi Animajor kanali uchun. Yui. Buni yaxshi bilaman. Bu men qilgan ishim uchun o'zini oqlamaydi. Lekin men Menga aytmoqchisizki, to'g'rimi? Otasidan ham kuyovidan ham xuddi shunday ayrilish. Endi Yui yolg'izmi? U dafn marosimida juda dahshatli ko'rinardi. Voy, bechora azizim. bilaman hozir xavotirdasan, lekin agar u seni tirikligingni bilsa, bilaman. Men baribir gayam. Yurining ko'zlariga qaytib qara olmayman. Bu omborlar. Otxona esa mana shu yerda. Orqa eshik deyarli himoyalanmagan. Lekin u uydan ancha uzoqda joylashgan. E'tibor berma. Iltimos, davom ettir. To'g'risi, asosiy kirish qattiq qo'riqlanadi. Lekin ichkarida yashiringani joylar ko'p. Agar guruh kichik bo'lsa, u yerda ortiqcha shovqin qilmasdan ishni tezda tugatish mumkin. Bunday og'ir vaziyatlarda bunday joylarda yashirin chiqish joylari bo'lishi kerak emasmidi? Yo'q, unday emas. Gap shundaki, Matsumini o'zining shaxsiy qo'riqchisiga to'liq ishonadi. Ajoyib. Bu menimcha ancha yaxshi. Bugun kechqurun buni tugatamiz. Ko'rimasan, sen shu yerda kutishing kerak. Agar sen bu jarohatlaring bilan ehtiyotsizlik bilan harakat qiladigan bo'lsang, o'lasan, tushunarlimi?
Hirataning o'limi haqidagi mishmishlar allaqachon qal'a atrofida aylanib yuribdi. Aqlsizki u tomonidan o'ldirilgan qaynota. Xuddi o'zbek kinosiga o'xshaydi. Tez orada Nagasaki sizniki bo'ladi. Bularning hammasi Kurima Raizo tufayli bo'ldi. U menga ajoyib xizmat qildi. Nega Hirotani kuyovini tanlaganingizni tushunmadim. U faqatgina qilichni yaxshi silkitishni biladi xolos-ku. Lekin siz hamma narsani mukammal o'ylagansiz. Men bunday jasur odamlarni juda yaxshi bilaman. Ularni hech narsaga majburlama, shunchaki jang qilsin. Ham donosiz, janob Matsumine. Aytganingizdek, bunday ahmoqlarni boshqarish anchagina oson. Ishonchim komilki, narigi dunyoda janob Hirata bilan kelishib olishadi. Aytgancha, g'arbliklar Qingni bu iPhone orqali qanday qilib oyoqqa turg'azish niyatli ekanligi haqida eshitganman. Bu Nagasakiga tegishli emasmi? Agar shunday bo'lsa ham, Nagasakini kim boshqarsa u ingliz bo'lsa ham mahalliy gubernatorni talab qiladi. Janob Mutsumine, siz hamma narsani oldindan o'ylagansiz. Ruxsat bering. Juda ham afsusdaman. Xo'y, nega sharob tugadi? Ko'proq olib kel. Ahmoqlar. Hozir men borib tekshirib kelaman. Xo'sh, bu narsalar rejaning bir qismi emas edi. Voy, kimdir bormi? Hattoki chiroqlar ham o'chirilgan. Kim bu? Hamma bu yerga, bu yerda. La'nati. Voy, kimsan? Inoyatga to'la muqaddas Maryamning ko'zlari oldida. Gunohlaring va yomon ishlaring uchun tavba qil. U yashirin o'tish joyi yo'qligini aytgandi. Menimcha bu Kurima bizni allaqachon ortda qoldirib ketganini anglatadi. Matsumine Jonoshi. Agar aytadigan gaping bo'lsa, aytib ol. Unday bo'lsa,
Xo'sh, yaxshi. Shubhasiz u uni darhol o'ldirishga qaror qildi. Uning rejasi bo'yicha biz u uchun cholni ushlab berdik demoqchimisiz? Shunga o'xshaydi. Ha, hoy, bu bilan o'zi nima demoqchisan? U bizni o'ljani olib ketdi. Endi buni cherkovga qanday tushuntirasan? Qanday bo'lmasin, ish tugagandan keyin unga qo'ng'iroq qilishing kerak edi, to'g'rimi? To'g'ri. Niyo. To'g'ri. Yuy. Men judayam ahmoqman. Men Matsumini nima qilayotganini tushunmadim va otangni bilmasdan o'ldirib qo'ydim. Lekin men hali ham buni o'rnini to'ldirishim mumkin. Men otang uchun qasos oldim va endi Yuy. Yuy. Qayerdasan? Yuy. Yuy. Iltimos, Yuy. Men senga juda ko'p qiyinchilik olib keldim. Yuy. Yuy! Telegramdagi Animajor kanali uchun o'zbek tiliga o'girildi, ovoz berdi Minato va Akari. Tarjimon Minato, taymingdayam Minato. Animajor kanaliga obuna bo'linglar. Keyingi qismda ko'rishguncha. Lekin anime yaxshi anime bo'lsa kerak, endi boshlanishi yaxshi boshlandi-yu. Ano deb baqirgan joylariga ham baqirib o'raymikin dedim-u, o'ylab qarasam o'xsham ekan. Shunga baqirmay qo'yaverdim. Mayli, qachondir biz ham baqirarmiz. Qachondir bizda ham shunday narsalar o'xshab qolar endi. Jigar. Mayli, keyingi qismda ko'rishguncha.